Ha, fermer. Uyda qo'y boqyapsiz. Qo'ylaringiz bo'kib qoldimi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga bu holatdan tez va sifatli qutulish yo'lini ko'rsataman. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari. Bugun qo'y yengil bo'kanda nima qilish kerak? Shu haqida gaplashamiz. Bugun ertalab yem bergani kelsangiz, qo'ylaringizdan biri yemga kelmasa, nima qilish kerak? Birinchi o'rinda atanol yoki bo'lmasam gastravit suyuqligidan bitta butun ichkizamiz. Qo'ylar bo'kib qolganda ko'pchilik 15 gram, 20 gram gastravit yoki atanol ichimligini, suyuqligini ichkizadi qo'ylarga. Bu aslida ta'sir qilmaslik ehtimoli juda katta. Buning uchun nima qilish kerak? Birinchi navbatda gastravitni bitta butun ichkizib olish kerak. Gastravit suyuqligiga qo'shimcha qilib, uni bir tarafiga diklofenak, og'riq qoldiruvchi, ikkinchi bir tarafiga atropin preparatini qo'llab qo'yish kerak. Bittasi zaharlanishni oldini olsa, ikkinchisi og'riq qoldiradi. Gastravit suyuqligi bo'lsa, qo'yning ichini suradi. Qo'yni bu holatdan chiqib ketishiga tezroq yordam qiladi. Bizning videolarimiz siz uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa, chorvador do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang. Obuna bo'ling, like bosing, komment yozing, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting.